Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Abubakir Safayev. Videolarim ostida kommentariyada ko'pchilik kuzatuvchilar har xil savollarni qoldirishibdi. Bularning ichida eng qiziqarlisi Zolotaya korona qarzlarni O'zbekiston orqali undira oladimi degan savollar va qaysi holatlarda qarzdorlikdan qutulsa bo'ladi va sizning uyingizga Zolotaya korona xat yuborishi qonuniymi degan savollarni qoldirishibdi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang va like qoldirib, kommentariyada o'z savollaringizni qoldirsangiz, keyingi videoroliklarda sizning savolingizni ko'rib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi vaqtda ko'pchilikni Zolotaya koronadan qarzdorligi bor va xalq orasida juda ham ko'p har xil fikrlar mavjud. Bulardan biri Zolotaya korona davlatning banki emas. Zolotaya korona ko'pchilikni unutib yuborgan qarzlardan kechib yuboradi. Bu qarzlarni undira olmaydi degan har xil fikrlar mavjud. Afsuski qonun bo'yicha bu davlatning bankimi yo'qmi, buni farqi yo'q. Birinchi o'rinda bu bank emas, bu kompaniya hisoblanadi. Mikro moliya tashkiloti hisoblanadi o'zbek tilida, rus tilida mikrofinansoviy organizatsiya. Shu sababli Zolotaya korona agarda qarzdorlik to'lanmasa, ushbu qarzdorlik bo'yicha ishni sudga oshiradi Rossiya Federatsiyasida. Chunki bu Rossiya Federatsiyasida rasmiylashtirilgan qarz bo'lgani uchun. Sud qarorini olganidan so'ng, agarda ushbu fuqaro O'zbekiston Respublikasida bo'lsa, международный соглашениялар, konvensiyalarga asoslangan holda O'zbekiston Respublikasiga qarorni yo'naltiradi, ya'ni sudga iltimosnoma kiritib, qarorni ijrosini O'zbekiston Respublikasiga yo'naltirib berishni iltimos qiladi. Shu holatda xalqaro kelishuvlarga asoslangan holda O'zbekiston Respublikasining sudi bu qarorni tan oladi va majburiy ijroga yo'naltiradi. Ya'ni MIP deb tanilgan bu byuro sizning xonadoningizga borib, qarzdorlik bo'yicha undiruv ishlarini amalga oshiradi. Praktikada haqiqatan Zolotaya korona ko'pchilikni qarzini unutib yuborgan, ya'ni talab qilmagan. Bu nima sabab deb savol bersangiz, ko'pchilik biladi va tushunadi bu narsani. Zolotaya korona juda ham ko'p insonlarga qarz bergan, birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda esa bu qarzlarni barchasini kontrol qilish, undiruvga qaratish fizически birinchi o'rinda uspet qilmaydi. Ikkinchi o'rinda bu reputatsiyasiga ham albatta ta'sir qiladi. Tasavvur qilingki, agar shuncha qarzdorlik bo'yicha ishni sudga oshirsa, davlat tomonidan bunga qanday qaraladi va boshqa fuqarolar Zolotaya korona bilan hamkorlik qiladimi? İnsanlar Zolotaya koronadan qarzini oladimi? Ushbu savollar ko'pchilikni qiynab qoladi. Shu sababli Zolotaya koronaning politikasi o'zgacha va tushunish qiyin hisoblanadi. Lekin bu degani Zolotaya korona sizdan qarzdorlikni undira olmaydi degani emas. Qonunlarda belgilangan va 100% uning haq-huquqlari bor. Agarda siz Rossiya Federatsiyasida yashab kelayotgan paytingizda sudga oshirsa, sud tomonidan sizga nisbatan undiruv qarori chiqariladi va agarda ijro amalga oshirilmasa, ba'zi bir choralarni ko'radi. Ya'ni FSSP ga o'tiladi. FSSP ga o'tganidan so'ng ular sizga nisbatan cheklovlar o'rnatishi mumkin. Kartalaringiz minusga kirib qoladi va Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketishga taqiq o'rnatilishi mumkin. Hamda sizlardan so'rab qolardim, internet tarmoqlarida hozirda juda ham ko'p moshenniklar faoliyat olib borishmoqda. Ya'ni Zolotaya koronadagi qarzni qanchadir miqdordagi pul evaziga bazadan o'chirib beramiz va shunga o'xshash va'dalarni berib, pullarni o'zlashtirgandan so'ng черный список qilib qo'yib, yo'q bo'lib qolishadi. Videolarimda aytib o'tganman, kanalimga o'tib, qiziqib, tanishib chiqsangiz bo'ladi, qaysi holatlarda qarzdorlikni o'chirish mumkin. Ushbu videoroligimda qisqa va lo'nda qilib aytaman. Ya'ni qarzdorlikni faqatgina moshennichtvo asosida o'chirish mumkin yoki bo'lmasam summa 500 ming rubldan o'tgan bo'lsa, arbitrajniy sudga bankrotstvoga ariza topshirib, qarzdorlikdan qutulsa bo'ladi, agarda sud haqiqatdan bankrotstvo qarorini e'lon qilsa. Bu proses 6 oydan 8 oygacha davom etadi. Shu sababdan ehtiyot choralarini ko'rib qo'yishingizni albatta iltimos qilib qolardim. Kanalimga obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni iltimos qilib qolardim. Barchalarga rahmat.